deydi, yaxshi. Keyingi savol. Ayşe, o'qiymiz. Qo'sh tovushlarni atar. Aha, qo'sh tovushlarni atar. Yo, Aha. yo, ya, yo. Yo, ya, yu, ya, yo. Yaxshi. Qani tekshirib ko'raylik. Ya, yu, yo. Durust. Hozir bugungi mavzuni yechish uchun sizlarga nima deydi? Qanaqa topshiriq beryapsiz? Maksim, birinchi qaysi so'zni qo'yamiz? Chiqib qo'yamiz, ya? Hozir noyob. Balilar deydi. Amina. Qaysi so'zni qo'ydik? Bular o'shuq. Tilxmat. Yaxshi. Endi tekshirib ko'raylik. Jaraysanlar, demak seni tuzgan jumlalar qanday? Rusga, to'g'ri ekan. Demak biz bugun mana shunday jumla tuzishni o'rganamiz ekan. Qanday jumla tuzdik biz? Yaxshi, bolalar qo'ynida qo'shiq o'ynadik. Qani bolalar, shuni bilan biz bugun jumla tuzishni bilaman degan mavzuni o'tamiz ekan. Bugungi darsda sizlar jumla tuzishni o'rganisizlar. Jumlalarning turlarini, ya'ni xabar jumla, savol jumla, undash jumlalarni bir-biridan ajratsizlar. Jumlalarning aytilish maqsadiga qarab sizlar shularga loyiq tinish belgilar qo'ysizlar. Chekit, pesh, undash belgilarni qo'yishni o'rganisizlar. Hozir sizlarga so'zlar berilgan so'zlarni jumla tuzishimiz kerak. Qani kim chiqdi? Mana ben. Ayşe. Sözlerini biz ornağa koyup yazımız hazır. Hadi yaz beslik kaldı. Biz cümle deganimiz nima? Esimiz qoladi-ku. Cümle deganimiz nima? Ayaklaşkan uygullagan sözleri cümle deb ataymiz. Yaxshi. Ayni turini ajratish uchun sizlar taxtada berilgan jumlalarni o'qib, mushu jumlalardan keyin qanday tinish belgisi qo'yildi, shuni aytib o'tirsam, ma'qulmi? Hozir barlig'ini nollar bilan chiqsa. Qanday qiladi? Qanaqa tinish belgisi qo'yildi? Chekitmi, savol belgisimi yoki undash belgisimi? Savol belgisi. Demak, bu qanaqa jumla? Savol jumla. Xabar jumla yaxshi. Demak, qanaqa tinish belgisi qo'yildi Yusuf? Xabar jumladan keyin nima qo'yildi? Chekit qo'yildi, ya? Bugün maktabga boramsizlar. Bugun maktabga boramizlar. Qanaqa belgi qo'yildi? Savol belgi qo'yildi. Demak, qanaqa jumlaga bu? Qanaqa jumlaga bu? Savol jumla yaxshi. Amir. Bu ko'ylak sana yoqdimi? So'q. Savol. Bu demak savol jumla. Yaxshi. Jup bilan ish. Hozir sizlarga adashgan so'zlar berildi. Sizlar jupinglar bilan mushu so'zlarni o'rniga qo'yib jumla tuzsizlar. Jumlaning xatosiz chiroyli yozsizlar, sizlar jami 2 ball olsizlar. Qani chiqib turishdi. Qani Shahkarim, sen hozir mana bu suratlarga qarab jumla tuzib turmoqmi? Menga ig'izcha aytib bersan, bo'ldimi? Mana men bo'ldim. Mana men bo'ldim. Cümle tuzib bo'ldikmi? Yezib bo'ldikmi jumlani? Yaxshi. Kimlar yezib bo'ldi? Belgi beramiz. Qani Safiya Fatima jup. Ishqilma o'qiysizlar.
Ağaçlarga dert verdim. Qani tekshiraylik. Yaxshi, durust. Jumla durust tuzilgan, durust yozilgan ishki baloli sizlarga. Sizga shundaqmi? İşki balık qo'yamiz. Amina. Hasan buvam qo'liga tayoqni oldi. Yaxshi, Hasan buvam qo'liga tayoqni oldi. Yaxshi, ishki balık qo'yamiz. Sizlarga men hozir matn taqdim. Mushu matnni sizlar barlig'ini unvonini chiqarib, unlik o'qiysizlar. Ma'qulmi? Metni o'qib bo'ldikmi? Yaxshi o'qib bo'ldik. Unda bo'lsa men hozir birinchi qurg'a boshqa matn, ikkinchi qurg'a boshqa matn, uchinchi qurg'a boshqa matn berdim. 3 topniki boshqa bo'lak matnlar. Endi sizlar mushu matnda qancha jumla berilgan, jumla sonini aniqlanglarchi. Qani aniqlaymiz. Qancha jumla? 3 jumla berilibdi birinchi qatorda. Ikkinchi qator 3 jumla berilibdi. Uchinchi qator 5 jumla berilibdi. Yaxshi. Hozir sizlarga berilgan rasm bo'yicha o'zinglar jumla tuzib, to'plab yozinglar jumlalarni. Üstüge oturdik. Senin üstüde Yaxshi, 3-chi to'p topshiriqni o'rnab qo'ydi. Jumla tuzib bo'ldi. Qani qolgan to'plar bo'ldikmi? Bo'ldi. Yaxshi. Üstüge oturdik. Aha, yaxshi. Ishki jumlani Beşik senin üstüde oturdu. Kız yaprağının içine yürüdü. Yaxshi. Ikkinchi topshirma bolalar asosiy berilgan topshirmada jumla tuzib so'z yozsizlar birinchi, andin so'z birikmasini tuzsizlar, oddiy jumla tuzsizlar, andin oddiy jumlalarni sizlar murakkab jumlaga aylantirib yozsizlar. Bu topshirmada jami sizlar 4 ball olsizlar. Qani, Fatima o'qiymiz. Yağmur yağdı, yağmur qattiq yağdı. Yağmur qattiq yağışqa başladı. Talada yağmur qattiq yağışqa başladı. Siz so'zni yozibsiz, so'z birikmasini tuzibsiz, jumla tuzdingiz, oddiy jumlani murakkab jumlaga aylantirdingiz, sizga 4 ball. O'qiymiz qani Yusuf. Yaxshi bolalar topshirmani o'rnatildik, ya. Endi unda bo'lsa, bugungi darsni yakunlashmasida, bugungi darsni kim nima o'rgandi? Kim aytoladi? Ha? Safiya. Bugungi darsda men o'rnatildim. Xabar jumlani, savol jumlani, undash jumlani o'rgandim. Menga dars yoqdi. Men so'zlarni bildim. Yaxshi. Bolalar yana kim aytoladi? Bugungi darsda onun boshliqi xabar jumla, savol jumla, undash jumlalarni qo'shishga o'rgandim. Jumlani matnlarni qo'shishga o'rgandim. Tuzishga o'rgandim. Yaxshi, nihoyat yaxshi.